Всем привет, мои qadrli любимчиklarim. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan reklamaga borish uchun kiyinamiz. Bahor keldi, bahor havoni issiqligini qaranglar. Mezza. Xullas shu svitermi, koftichkami, jimpermi, nima balo shuni oldim, kiyishim kerak dedim. Oldiga dog' tegib qolgan, shu dog' ketmaydi. Bilmadim nimani dog'i tegib qolgan debman. No, ish nima qilmaydi, bilinmaydi. Shu kostyum shimni kiyamiz dedimda, qanaqa perxod qo'ysamkin dedimda, 1 2 3 ale hop dedimda, shuni kiyib oldim. Qaranglar, asalcha turdi deb o'yladim. Endi o'zingizlar baho berasizlar kommentariyada qanaqa turganligini. Keyin nima qilishim kerak dedimda, o'ylanib turdimda, hozir deb turib shartta aksessuarlarimni taqishni boshladim. Shu serdechkalik ziragimni taqib oldim. Keyin qo'limga uzuk, braslet обязательно. Oyog'im ko'tarib olganimga xuddiki oyog'imni ko'tarmasam braslet taqilmaydigandek. Keyin bo'lsa bunga nima qilaman? Ochki taqaman обязательно, kiyimimga moslab. Sirrazi ko'zimga ochkini taqib oldim. Keyin nima qilishim kerak? Oyoq kiyimimni ko'rsatishim kerak. Shu krossovkani kiyaman. Chunki kablok kiysam qiynalaman. Tim bo'li qora kalbotka kiyib olganman, ichimdan bo'lmaydi. Endi shu sumkachani taqaman, ko'ylagimga mos, молочный sifatroq, qaymoq rang, o'zbekcha qilib aytganda, shiqillatib atrimni sepdimda, men уже tayyorman. Ketdim. Bye bye. Пока.